Odam ovqatlanayotganda yoki nimadir tiqilib qolsa-da, shu nima qilish kerak shunaqa payt birinchi bo'lib? Luqma chaynayotganda, luqmani yutayotganda qo'shilishi nafas olsa, nafas yo'liga zarrachasi o'tib ketsa, odamda o'sha qo'rquv paydo bo'ladi, avtomatik refleks keladi-da, yo'tal keladi. O'sha paytda qattiq qo'rquvdan yo'tal borsa, o'sha bitada chiqib ketadi. Chiqib ketsa yaxshi. Bu ham bir mo'jiza, bitada chiqib ketsa organizmdan. Mabodo o'sha chiqib keta olmay, hiqildoq qopqog'iga urilib, yana qaytib nafas yo'liga o'tib ketadigan bo'lsa, bu o'zi og'ir holatlarga olib keladi. O'zi reanimatsion, ya'ni bu ham tez ekstrenlik qilinadigan narsalar. Bemorni uxlatib olish kerak bo'ladi. Ko'rsatishadi, restoranda kimdir qilib qolsa, yugurib kelib qonini bittasi qilib narsalarni chiqazib olishadi. Uni ko'pi fantastikaroq narsalar. Ekstrenli holatda shu narsani qilgan to'g'rimi? Bu narsani ko'pchilik qila olmaydi. O'zi sirazu nafas yo'liga o'tib ketgan odam ko'zlaridan bilsa bo'ladi. Ko'zda qo'rquv paydo bo'ladi, momentalni ko'zlari yoshlashib, nafas ololmay ko'karishni boshlaydi. Bu juda ham tez bo'lib o'tadigan jarayon.